Kecha 5-aprel kuni Beshqo'rg'on bozorida kuchli yong'in sodir bo'ldi. Voqea joyidan olingan tasvirlar vaziyatning ancha jiddiy bo'lganini ko'rsatmoqda. Muxbirimiz Mubina Nosirova hodisa joyiga borib, holatni o'rgandi hamda yong'in oqibatida zarar ko'rgan tadbirkorlar bilan suhbatlashdi. Eng dolzarb savol esa ochiq qolmoqda. Yetkazilgan moddiy zararlarni kim qoplaydi? Bozor tashqarisidagi ariqdan to'lib toshib asfalt yo'lgacha chiqqan suvdan ham ko'rishingiz mumkin yong'in qanchalik kuchli bo'lganligini. Yong'in o'ta kuchli bo'ldi, yomon kuchli yondi. Taxminan shu 12 boshlangan, chunki 12:30gacha pastga tushganimda o'sha yonyotdi, oynadan chiqqanimda. Nimadir poq qotdi, shuni oynadan bitta qarasam nari taraf yonyotdi, pastda. Bo'tgan yonyotdi, hammamiz tushdik, hammani tushirdim ishxonamdagilarni. Bu yoqdan tushganimizcha pajarni yetib keldi, ikkitasiga bu yoqdan o'chirguncha. Nechta keldi umumiy pajar? Menimcha 30 tacha keldi. Yong'in natijasida bozor hududining 8000 kvadrat metri yonib zararlandi. 3000 kvadrat metrga yaqin maydon yong'indan saqlab qolindi. Bozorga tutash avtomobillarga yoqilg'i quyish shoxobchasi hamda 5 qavatli avtoturargohga ham olov o'tgani videolarda aks etgandi. Favqulodda vaziyatlar xizmati tomonidan yong'in tezda bartaraf etilib, mazkur binolar saqlab qolinganligi ma'lum qilindi. Mana nimaga 2 kishi ishlaydi, adaslaydi, sekundiga 7 litr beradi. Odamlar yordam bergani uchun ayrim tovarlar saqlab qolingan, ichkaridagi mashinalarning ham bir qismi tashqariga olib chiqilgan. Mana nima uchun mashinani tor ko'chaga tiqib qo'yish kerak emas, belgilanmagan joyga. Bo'lmasa mana nima ahvol bo'lishi mumkin mana va amalda ko'rishingiz mumkin. Bozor tashqarisida o'tirgan tadbirkorlar yong'in holati va zarar haqida gapirishni istashmadi. Bozor ichidagi yonib kulga aylangan va tadbirkorlarga yetkazilgan moddiy zarar ma'lumotlari hali hech qayerda ochiqlanmadi. Bu ma'lumotlarga aniqlik kiritilgandan so'ng mavzuga yana qaytamiz. Mubina Nosirova, Doston Eshpo'latov, Rahmon Zaripov, Ovoz informatsion dasturi uchun Toshkent.